Meningcha bir atizmchi agar rostila bir iloh bor bo'lib, men uni bilamagan bo'lsam, ya'ni ilohning borligini aqlim bilan tafakkur qilib tushunamagan bo'lsam, bu yerdagi masala dalil isbotlarda emas deyilish kerak. Chunki Allohning borligi masalasi faqat faylasuf, professor qatorliqlarning emas, balki Anadolu'dagi savodsiz bir hamimizga bevosita qartilgan muhim masala bo'lgan ekan. Ondaqda dalil isbotlar nihoyat aniq, ochiq oshkora, har kim uni osonlik ko'rib tushuna oladigan shaklda oddiy bo'lish kerak. Ondaqda buncha talash-tortishlar nima uchun? Nima uchun ilm-fanning taraqqiy qilishiga ergishib, dinsizlik ko'payib mangadi? Balkim bu yerdagi masala haqiqatan dalil isbotda bo'lmasligi mumkin. Ko'zi to'silgan birsiga ranglarni isbotlash uchun to'xtamay yangi dalil isbotlarni ko'rsatish ahmoqonalik. Chunki oldi bilan uning ko'z oldidagi pardani ep tashlasak-la, u odam ranglarni o'zligidan ko'ra oladi. Yaqinqi bir qancha asrdan buyon dinsizlarning emas, hatto bizning engimizdami muqaddas bo'lib kelgan bir hukm bor. Biz Allohning borligi haqida mantiqiy isbotlarni o'tirib qo'ymoqchi bo'lganimizda kallamizga bu to'qmoq urildi. U bo'lsa-mu atalmish ilmiylik. O'ylab baqadigan bo'lsak, bu so'z ajoyib jazbidorlik va shak shubhisizlik egiki, nima uchun degan savolni qo'shib ketinolmaymiz. Xuddi universal bir ilohga o'xshash. Siz diniy e'tiqodga bir bo'lgan taqdiringizdami oldi bilan bu ilmiylik degan universal ilohga bo'ysunishingiz va uningga moslashishingiz kerak. Shunlashqa siz bugungi olimlarning asarlarida hodisalarni Allohga nisbat berganligini aslo ko'ramaysiz. Chunki bunda qilishni ularning atalmish ilmiylik deb atib olgan ilohi yoqtirmaydi. Buningdan qattiq g'azablandi. Bu albatta yaqinqi bir qancha asr ichidagilarni ko'zda tutadi. Buningdan ilgirki olimlar Newton va boshqalarning kitoblarining ko'p yerida hodisalar ilohga nisbat berilgan. Agar siz bu muqaddas ilmiylik hukmidan iborat bu parda bilan o'z falsafangizni singdirsangiz, sizning falsafangiz dunyoviy muqaddas bo'ladi. Bundan keyin siz tövandagidek jumlalarni anglashga boshlaysiz. Mana bu Allohning borligining dalillari, ammo bu ilmiy dalil emas. Buningga asosan o'ttirib qo'yilgan dalil isbotlarning aqlga uyg'un, mantiqiy bo'lishi yetarli emas, balki atalmish ilmiy bo'lishi kerak. Diqqat qiling, bu jumla intayin muhim. Qayta takrorlay. Bir narsaning mavjud ekanligini deyilishingiz uchun mazkur narsa kuzatishga bo'ladigan, o'lchashga bo'ladigan 3 o'lchamlik bo'shliqdagi ma'lum bir joyda bo'lishi kerak. Bo'lmasa uning mavjudligidan so'z ocholmaysiz. Masalan, olamni tekshirib izohlaganda yuz bergan hodisalarni hargiz ko'zatamaydigan yoki o'lchashga qurbingiz yetmaydigan narsalarga nisbat berib tushuntirsangiz bo'lmaydi. Bu boshdan savol so'roqsiz qo'yilgan asosiy belgilama. Tajriba asboblari bilan ko'zatamaydigan shaylarning mavjudligidan so'z ochish logikalik mantiqiga uyg'un bo'lgan taqdirdami, u hargizmi ilmiy emas, qimmati yo'q, metafizikalik amaliyotdan halqagan xorabotlikdir. Amaliyotda bu falsafada naturalizm, ya'ni tabiatchilik deb ataladi. Shuning bilan birga zamonimizdagi atalmish ilmiylik hukumiga nihoyat yaxshi singdirilgan va parlangan. Mana bu atizmning tub e'tiqodi. Shundaq u bir e'tiqod, bir ideologiya. Ammo to'limi afsus, hozirgi ilm-fan va mavjud fanning kitoblarmi bu ideologiyani asos qiladi. Ko'rganingizdek, bu hech obyektiv bir narsa emas. Ya'ni ular sizga oldi bilan ma'lum bir falsafani singdirib, sizni u nazariya bilan o'ylanishga majburlaydi. Bu bir dogmalar. Ya'ni siz buningga nima uchun deb so'rayolmaysiz. Ammo ular atalmish ilmiylik bilan o'tirib qo'ygan nazariyalarni dalil bilan xatoga chiqara olasiz deydi. Amaliyot ular bu gap bilan bizni aldaydi. Ularning bu yerdagi xatoga chiqara olasiz degandagi maqsad o nazariyalarni o'zining qoida tuzum doirasida xatoga chiqara olasiz degani. Alayliq o'tirib qo'yilgan bir farazni sen sinab tajriba qilib ko'zitib inkor qila olmaysan deydi. Ammo ularning uni xatoga chiqarishda qo'llanadigan metodning xatolashadiganligini o'tirib qo'yganlar bor. Yo'q. Ya'ni siz o metodni so'roq tortolmaysiz. Ya'ni siz bir narsaning xato ekanligini o'tirib qo'ymoqchi bo'lsangizmi, cho'qimla ularning atalmish ilmiy degani modda, energiya, bo'shliq doirasida bo'lish kerak. Ishning qiziq yeri shuki, ilmiylik aniqlamasining o'zimi ilmiy emas, amaliyotda o'zini rad qiladi. Agar kuzatkil bo'lmaydigan narsaning mavjudligidan so'z qilib bo'lmaydi degan qarashning to'g'riligiga oid ilmiy faktlar bormi desangiz, bizning bu vaqtda kuzatish va yoki tajribamiz yo'q. Hech qanday bir logikalik isbotimizmi yo'q. Demak, bu bir turma, bu bir dogmalar. Nurg'un atizmchi, hatto ilohiyatchilarning bo'libmi fan ma'arif ko'rgan kishilarning mengisiga bundaq bir dogmalikning o'rnatilganligini ko'raman. Hatto buni ularning o'zlari his qilolmagan bo'lishi mumkin deb o'ylab qolaman. Mundaqcha aytganda, agar bir musulmonning bir o'simlikning qandoq o'sidiganligi haqidagi qarshi bilan bir atizmchining qarshi o'xshash bo'lsa, bu dogma qoida sababidan bo'ladi. Yana biz buningga keyingi qismlarda to'xtalaylik. Xulosalab aytganda, do'stlar, biz bu dogma qoidalar tufayli hur bir aqlga ega bo'la olmayapmiz. Aqliy iqtidorimiz cheklimga uchrayapti. Shundaqla aqlimiz faqat ko'gili bo'ladigan, kuzatishga bo'ladigan doirada ishlaydigan shaklda tarbiyalanyapti. Bu aqlni ko'rlashtirmak. Qarang, masala dal shuningga o'xshaydi. Qani keling. Masalan, biz ikki o'lchamli koordinat sistemasida bir qog'ozni kuzatish olib boraylik. Ya'ni X o'qi va Y o'qi bor. Qog'ozga gul deb yozganligingizni faraz qilaylik. Biz bu xatga qarab mantiqiy bir shaklda baho beramiz. Bu vaqtda birisi kelib mantiqini yetarli ko'rmaydi. Uningga suzgish qo'ydi va uning yeniga falsafa qo'shdi. Kechiring, to'xtab turing. Yaxshimisiz? Ammo bu mantiqiga uyg'un emas. Keling, undaqda siz bilan bunda qilaylik. Agar siz bu qog'ozni tushuntirmoqchi bo'lsangiz, bu X va Y tekshilikning sirtiga chiqmaylik.
Şoň biz bu gül toğrusida bir yakun chiqaradigan bolsak, bu qog'ozning sirtidan bir manba ko'rsatmayli. Nimishqa birodar? Nimishqa bunda qoida qo'ymiz? Shu, bu qoida xilop qilganlarni ilmiy bo'lmaganlik sababidan munozirdan chekindirayli. Chekindirayli. Agar bunda qoida qo'ysak, o'tirdagi gul xitini aslida 3-Z o'lchamidan yozilganligi to'g'risida yakun chiqarg'ili bo'lmaydi. Qarang, men hozir uni 3-Z o'lchamidan yozilgandek bir narsa demadim. Masalan, agar Qur'on bu gul xiti amaliyotda u X-Y o'lchamidan bo'lmagan, bu tekshirlik sirtidan kelgan, ya'ni 3-bir o'lchamdan bir mavjudot tarafidan yozilgan desa, bu qarashni sizning qo'ygan qoidangiz bilan tekshirish mumkin emas. Chunki siz o'zingizni u ramkaga solib oldingiz. Aqlingizni boshdan oxir X-Y tekshirligi bilan cheklab qo'ydingiz. Orzuyingiz va fikrlaringiz faqat u ramkadan taraqqiy keldi. Şoňa Z o'lchami siz uchun xurofotlik, metafizik, amaliyotini hal qilgan ilmiy emas edi. Halbuki siz beshidla dogma bir qoida bilan aqlingizni cheklab olmay, Qur'onning bu qog'oz haqidagi qarshini tahlil qilgan bo'lsangiz, aql, mantiqan, nurg'un dalillar bilan Qur'onning bu ko'z qarshini qabul qilgan bo'lardingiz. Aqlingiz aslida ko'z bilan ko'zitanmaydiganni X yetakchiligidagi asardan Z o'lchimidagi ishning haqiqiy qilg'uvchisini, fa'ilini tepish iqtidoriga ega edi. Lekin siz boshdan oxir dogma falsafa bilan kelgan uchurlarni kallangizda suzib olganligingiz uchun bu dalil isbotlar sizga ko'rinmaydigan bo'ldi. Olam bo'lsa 3 o'lchamlik, o'zliksiz sizlab turilayotgan moybo'yoq rasmga o'xshaydi. Qur'on deydiki, koinotdagi har bir harakat, har vaqt bu 3 o'lchamdan xoli bir zot tarafidan yuz berib turibdi. Shunga diqqat qiling. Bu yerda faqat cho'ng portlashni keltirib chiqargan bir ilohni ko'z tutmayotdi. O bu 3 o'lchamlik rasmdagi har bir harakat, har bir payt bu 3 o'lchamdan xoli bir zot tarafidan yuz berib turilayotdi deydi. Buning uchun har bir zarra, har bir fe'l nurg'un dalillar bilan to'lgan. Ammo siz faqatla farazlaringizda 3 o'lchamning sirtidan bir manba izlaganligi uchun ilmiy emas deb ayıplasangiz, bu aqlni kishallab qo'yganlik bo'ladi. Qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar Qur'onning o'tir qo'ygan qarshi dal siz cheklama qo'ygan o chegaradan boshlandi. Ya'ni ana ular g'aybga iymon aytadi. Demak, tajribaxonda asboblar bilan kuzatkili bo'lmaydigan, o vaqtda sinoq qilolmaydigan, bo'shliq vaqt ichida bo'lmagan bir zot bor demakdir. Siz bu ko'z qarashning to'g'ri xatoligini o qo'ygan dogma qoidalaringiz bilan tekshiramaysiz. Yana siz beshidla hech qanday bu mantiqlik dalil yo'q turib, men kuzatgan butun hodisalarni paydo qilgan, tajribaxon orqali kuzatkili bo'lmaydigan bir zot tarafidan qilingan bo'lishi mumkin degan qarashning qabul qilinish ehtimolini nazardan saqit qildingiz. Texmo aniq qilib aytganda, ular bu ehtimollikni o'ylashimizga fursat bermadi. Biz azaldan bu zo'rlab tengilgan ideyalar bilan yetishtirildik. Bu dogma ko'z qarash boshda sizni Allohning mavjudligini, hatto uning ism sifatlarini tushunishingizga to'salg'i bo'lib qoladi. Sizning zehningizning iqtidoriga chek qo'ydi. Bu nuqtadan fan o'quvchisi bo'lish sifatingiz bilan sizning vazifangiz tanqidiy tafakkur qiling. Ya'ni u darslarni tanqidiy ko'z qarash bilan ko'ring. Oldingizga uchirganlik ideologiyani qabul qilmang. Bu o'xshashlar din uchunmi kuchga ega? Shunga taqlidiy iymondan chiqib tafakkur qiling. Nimishqa bu falsafani oldik? Nimishqa koinot faqat biz ko'ra oladigan narsalardan tarkib topganligidan iborat bu qoida bilan boshlaymiz? Bu qoida nerdan keldi? Ajiba men koinot bilan bo'lgan munosabatimni bu ideya ustiga o'rnatishim kerakmi? Balam dinsiz bo'lib qolmasin deb yillardan beri bolalarni masjidga zo'rlab ib borganlar. Maktab chiqqandan keyin bu dogma mashindan zo'rlab o'tkazilyapti. Keyingi qismlarda bu nuqtalar texmi yaxshiroq tushuniladigan bo'lg'achqa bu yerda to'xtalmayman. Qisqasi har kimga chaqiriq qilgan xitobimiz shu. Erkinlik, aqlimizni, tafakkurimizni tabiatchilikning kishilardan qutqizish. Qani keling, hech qanday dogma bir qoida bekitib olmay yoki bir falsafa bilan zehnimizni cheklab olmay turib, koinotni kuzataylik. U haqida izlanaylik. Olimlar kuzatgan voqealarni ular ilmiy deb qarab olgan tabiiy usulda emas, faqatla mantiqiy usulda baho beraylik. Qur'onning har vaqt har narsani boshqarib turadigan bir iloh tashabbusini hur bir aql bilan kuzataylik. Biz aqlni ilohlashtiraylik demayotimiz albatta, balki inson ideologiyasidan xoli bir hur aql bilan tafakkur qilaylik deyotimiz. Chunki aql hur bo'lgandala ondin vahiyni qabul qila oladi.